Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Grafjon va bugun do'stlar YouTube kanalimizda anchadan beri bo'lmadik va bugun o'sha yana bir video chiqishni boshlayapti. Xo'sh, salomlashib qo'y Gold. Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Gold va Graf. Shunday do'stlar, bugun birgalikda biz ajoyib katta sartaroshxona yoki market quramiz do'stlar. Bugun albatta build battle sizlarga yoqdi-yoqmadi qaraganim yo'q, lekin xullas let's go! Tak do'stlar, boshlaymiz videoni. Xo'sh, birgalikda yo'qali. Hozir o'zimizga instrument olamiz, chunki biz do'kon qurmoqchimiz. Do'konni birinchi o'rindan boshlanadi. Menimcha fundamentni mana bundan qilsagam tepasini keyin buyoqqa surgan olamiz. Xo'sh, Gold bu yoqqa kel. Qaydasan? Zaten nima qilyapti? Yo'tamasmi? Gold shuncha odamni oldida butun bir O'zbekiston ko'rsa-ya shu videoni. Trendga chiqib ketma. Gold deb. Kel do'kon quramiz tak. Qanaqa men blok to'lma senga. Mas blok to'l. Kerak emas, o'zim olaman. Oling. Hop. Qoch. Hayron qolmaysizlar, menda doim bunaqa yumaloqda qurishni yaxshi ko'raman. Chunki men shunga yaxshi o'rganganman. Endi ba'zida ular spin controlda yaxshiroq, endi spin controlda umuman yaxshi emasman qurishga. Chunki men yoshligimda shuni o'rganganman-da. Misol uchun hamma yoshlikdan misol uchun Minecraft o'ynaganlar bo'ladi. Kimdir qanaqadir o'ynaydi, yana kimdir qanaqa. Qara. 2 qavat qilamizmi? Podval qilamiz, qo'ymaymizmi? Podval qilamiz. Bo'ldi, ikkitamiz. Qilamiz. Qirma. Qilsang qirma faqat. Uzun so'rayman. U so'qlayapman. Hayajonlanayapman chunki yaqinda testlar bor maktabda oxiri. Yo'q, YouTube'dagi maktab emas, maktab o'zim ham jaunda reker, yasikoyor deb bola emasman, katta bola emasman tag'in. O'ylamaylar bu yasikoda yoshda bo'lib turib yoki rekerda yoshda bo'lib turib. Lekin men rekerga o'xshab ketmayman, xudo xolasa. YouTube'da ekansiz, maraz nima chiqyapsan? Do'stlar, oxirigacha ko'rishga harakat qilamiz, iloji boricha maksimum. Aytgancha sizlarga yana bir gap bor. Xo'sh, mana Golddan ham so'radim. Aytdim, Gold survival qilamizmi dedim. Golddan mayli dedi, lekin u sizlarga bog'liq. Bo'ldi, kimlar yo'qadi, kimlar survival yo'qmaydi. Hammaga har xil. Shuning uchun nima qilsak ekan deb turibmiz. Lekin survival yo'lamiz, bombamiz survivalda. Xohlasanglar o'ynab ko'rishimiz ham mumkin, lekin biror marta biz survival ko'rmagan bo'lsalaring kerak. Chunki survival lekin bitta ko'rsatganmiz-ku. Gold survival ko'rsatgan debdi videoda. Unda kerak ma'lumotlarda. O'sha ko'rsatsa bo'ladi lekin. Lekin biz anaqa qotib qolmaymiz-ku, endi o'zimiz o'ynaganmiz uchun jonni kuchaymaganmiz-da. Xullas, endi salpal davom ettiramizmi? Qancha vaqt video minuti? Hali 3 minut ekan, tajjig'ralik keyin qo'yib beramiz-da. Mamutga qara polni marmardan qilamiz bu yog'ini, mana bu o'rtasini oppoq qilib chiqamiz. Do'stlar, bu yurtga o'xshab zo'raman-da, hozir ko'rsataman sizlarga. Endi qilib chiqamiz. Qara. Mana qalay. Qalay turibdi. Qara polni shuna ikkita qilib chiqqan, ikkitadan. Mana bunga ikkita, qolganini o'zimiz qilib olamiz. Topolib. Mana. O'z blok qidirsa ham ustasi farangman u. Lekin Gold qaram unutilgan yo'q blok qidirishdi. Gold qara, to'g'ri qo'yib. Graf topoq. Xohlasanglar shunaqa o'yin qilamiz videolar. Yozinglar kommentariyada, hech kim yozmay ham qo'ydi, nima hamma menga o'xshab maktab tashvishlari bilanmi? Misol uchun yaqinda yoz ta'til boshlansa, videolar ko'proq chiqadi, xudo xolasa. Yana bilmadim. Tak. Bu yoqni qilma. Debman-ku. Gold master sen. Sen Gold mastersan sen. Endi nima qilib chiqsak bo'ladimi? Lekin qanaqa master? Gold master. Goldjon. Wow, Gold master. Qachi? Chinga qaramasdan. Mana bunaqasiga qo'ysa, bunaqa ham bilan, mana bunaqasiga qo'ysa, chiqadi ekan. Qara Gold qaysi bir chiroyli?
Ustidan qaralganda qaysi bir chiroyli? Caca. So'tidan chiroylimi? Tak, do'stlar, biz o'ylab anaqa stil qildik. Mana bir parasat bilan juda qiynaldik, lekin endi qaranglar, mana bu bunday bo'lyapti. Parasat emasman. Men sen supermen parasatmisan. Qaranglar, ham kirish joyiga ham qanaqa bir zina kerak-da. Misol uchun men qanaqa zina qilaylik dedik. Keyin oxiri hech kim qilmagan stildan foydalanmoqchimiz. Misol uchun anaqa stil qayerda ko'rgansizlar? Mana bunaqa super stil. O'zbekskiy stil qaranglar. Sinib qolgan. Shu qanday Ya men atayin qildim, chiroy uchun edi. Atayin qildim men. Atayin chiroy uchun qildim men buni. Voy. Tak, ana siniq stil yaxshiroqmikan yoki tak Yo'q. Uni bola tarakan, uyimizda bor ekan. Aytma qo'shiqda u qo'shiq patentlangan. U qo'shiqda qishloqqa patentlab olgan, kim qishloqni bilsa. Sen urumchilarga bo'pti. Qara. Qaysi biri chiroyli? Gold qaysi biri chiroyli? Oppog'imi yo singanimi? Oppog'i chiroylimi? Yani kerak emas. Chiroyli, naridan singani. Stili zo'r. Yo'q. Bo'pti. Lekin obunasi o'zidan ham yozib qo'ylar, o'g'lasa ham misol uchun hamma o'zidan o'zi bo'ladi. Bittadan qabul oladigan bo'lsa, bittadan bergan. Bolalar, meni ko'zim bor. Hammada ko'z bor, hammada bittadan ko'z. Mana menda 3 ta. Vot qanaqasiga? Mana. Urumchiga ko'zi. Yo'q. Mamiki qo'sh kerak ekan aslida. U mamlaqa qanday yaxshi. Uyimizda bor ekan. Uni o'ldirib tashlab, boshqasini qo'ydigan yo'q. Ye. Skeletonlarni o'ldirib, mazar qilib buyurdigan. Ye. Do'stlar, shuna qo'shgan to'qib turamiz ba'zi-ba'zida. Graf bilan gold. Chachang qo'yma. Qarakan qishloqqa yozmasin pastdan. Mana narsamni o'g'irlaganing uchun men seni sudga beraman deb, ketdi kim bu? To'xtachi, biz devorda nimadan qilsak ekan? Devor. Yozib qo'ying, nimadan qurishdik deya yozib qo'yinglar. Mana bundan qursam ekan yoki ko'z bor. Qo'y. Menda ko'z. Bittasida emas ko'z. Qo'yda ham ko'z bor. Qo'yda ham ko'zimiz bo'lsa bo'ladi. Qo'y, menda ko'z bor. 3 ta ko'z chiqar. Tak, nimada qilsak bo'ladi? Gold. To'xtab turing. Mana meni mensimadi. Endi mensimagan odam o'ldirib ketavermadi, Gold. Men vahshiyman. Nimaga o'ldirdingsa? Mana mensimagan uchun demada. Короче, qara, Gold. Sen graf. Qara menga. Qara. Menmi yaxshimi yo menmi? Qaysi biri? Usotur. Having no style. Super. To'g'ri-da, tentak qaysi biri bittasini tanla. O'rtasida turib olding sen. O'rtasida turib olding sen. Voy. Chekkasiga turib ol, chekkasiga. Tepanga bu kreditda bo'lsa surib oldan battar bo'ladi qaysi biri. Shumi? Bo'ldi, omonchilar qaranglar. 1 2 3. Tak, mana biz devor deb butun bir magazinni deyarli qurib bo'ldik. Mana Gold boydan beri gapirib, zo'yg'a ishlayapti. Mahmudga nima qo'ymoqchisan yana? Mahmud tiqiralar yeganni bolalar, voy. Mahmud taka kassa. Mahmud taka bitta kassa topib tur. Mahmud taka bitta kassa hisoblaydi. Hisoblaydi. Tazza jahat chiqib ustiga chiqib sakrashi ham mumkin. Ma qilib klaviaturani graf degan bitta nomersa bergan menga. Ko'ryapsizlarmi? Modeli ham apiga ham ayko'pammas. Bu graf kompyuter graf bu. Tushunibsizlarmi? Mahmudda qarang, Mahmud bilasam, kim bilasiz kelmayman bu. Mana bu chaqirish, yordamchini chaqirish. Misol uchun, men kassada o'tirsam, misol uchun ovqat yemoqchi bo'lsa, qorni ochsa, jahli chiqsa,
mana bu narsaga mana bu tualetga chiqmoqchi bo'lgan bo'lsa bitta bosadi. Bo'ldi. Momo qarshi chiqib ketaveradi. Undan keyingi odam keladi, kirib ketaveradi o'zining o'ziga, ishiga. Ya'ni o'zi bu yerda o'zi kishi ishlayapti, o'zi kishi bo'lgandan keyin bittasi ketib, bittasi turib qoladi. Marras ketib qolmasa bo'ldi prostaka. Mana bu kirish joyini ham ko'ringlar bir. Keyin mana bu yerda yerto'la ham bor. His qilyapsizlarmi? Ikki tomonli eshik. It yo'qol kadrda buzding, kadrda kutingga tiqding, shuncha qilganimni tiqding sen bola. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. It. Ketdik yur. Tak, mana bu tekramiz, hamma ish olib qo'yaman, ish yopasan. Ammo shuni kirasizlar. Ketdi mazza. Mana bu tis bir tilis sandiqlar ichida har narsa solamiz endi. Endi pul to'g'rimi? Tak, mana bu yerda gol ham gapirmay ham qolding. Gapir, obuncha yo'qayapsan sen. Qaytamisan sen hali. Tak, mana bu salfasroq ham aytsa yo'q. Yapma. Ayt. Like bosinglar. Mana do'stlar, videoni yana davom ettiryapmiz. Tak, boya gold mana demoqchida video bo'lmay to'xtab qoldi, chunki biron bir sham to'xtab qoldi. Nima demoqchi ekan, davom ettir. Do'stlar, videoga like bosing va obuna bo'ling. Keyinchi yana nima yozsa kerak? Fikr yozinglar, komment yozinglar. Do'stlar, nima yozsanglar, like bosinglar, sizlar albatta o'qiymiz. Hech qaysini qoldirmasdan o'qidim men. Albatta. Va do'stlar, gosh, marras. Tak, biz mamutni qo'yamizlar. Tiriklik damlamasi bu yerda eng qimmatbaho narsa turadi. Oltin olma, oltin kuchaytirilgan olma, almas va bosh, ya'ni bu o'lim. Bu esa tiriklik damlamasi, tushunyapsizlarmi? Haqiqiy tiriklik. Tushunmasam, gol to'g'ri gapirib o'yna. Gapirmasang yo'qol, yutib qo'yasan. Bo'ldi, xo'sh. Biz endi bu magazinga o'z nomini qo'yishimiz kerak. Magazinning nomi nima bo'ladi, u bo'laysan? Xo'sh. Gigi. Bu nima ma'nosi nima? Ma'nosi nima? Graf va gol. To'xtachi. Mamutda yomg'ir yog'sa bu erimaydimi? Erimaydi bo'laysan. Erimaydi. Anaqa keyin degan, gigi ma'nosi tushundim. Voy tushunmas edi. Nima? Gold va graf deganimi shunda? Da. Gapirishmas ekan. Da gapirish qani atang o'zi gapirmaydi. Jamni ko'p gapirishibdi, nima bo'lmaydi, gapirmaydi. Men gapirmas ekan aytib qo'y, gap chiqarar. Shu aytdi, shu gapingizga gapirmayman turib oldi endi. Bo'ldi, bugundan boshlab men gapirishim pul dedi. Yaxshi, sistem qilsa ham bo'ladi lekin. Necha o'tdi? 13 minut o'tibdi. Xullas, hamma nomini qo'yamiz. Tak, mana bu narsa bor, yirtmasmikan, ha? Tak. Shu qorni o'zini sindirib qilsangmi? Yo'q. What the heck? Bro, nima bilan qildik bu yoqda? O'xshamadi-ya? Nomini topib keyin yozamiz. Mana do'stlar, nomini topdik. Ya'ni katta harfda O. Bu degani bitta omonatchimiz bor. O'zi sahifatda ham tanishimiz. Shu aytdi, shunaqa marketni salon qurildi dedi. Mana bunaqa qilib qo'ydik. Bu degani endi ismda beparosat. Endi nomini ayta olmayman-da. Endi o'zi taxmin qilib ko'ringlar, o'ylasanglar. Taxmin qilib ko'ringlar, har xil yozib ko'ringlar. Bu O'ning ismi degani nima degani? Xullas, biz shulardan iborat videomiz. Mana bu shunaqa tiqib qo'yamiz hali, tiqib bo'ldik mana. Va do'stlar, sizlar bilan xayrlashish vaqti keldi. Xo'sh, gold boshla.
Hammaga xayr do'stlar. Davom et. Bo'ldimi? Bo'ldi. Birinchi gapirib oling. Tak. Ma'muddan taq, tuq, taq. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan keyingi video uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Demayman, albatta ko'rishguncha deb qolamiz. Chunki do'stlar keyingi video haqida nima bo'lishi sizlarga bog'liq. Aytgancha do'stlar, keyingi video nima haqida bo'lsin kommentar yozib qoldiring. Albatta hali 5 ta obunachilar yo'q, shuning uchun maktab xizmat xayr chiqmaydimi deyman. Hammanglar do'stlar obuna bo'lishni va kanalimizga like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Kanalga obuna bo'linglar. Qani Gold o'ziga xayrlashib qo'ychi. Hammaga xayr do'stlar. Like bosing va obuna bo'ling. Keyingi videoni fikrlarda yozib qoldiring. Ayim ahoyo.